O'zbekiston qurilish bozorida juda katta shov-shuvlarga, juda ko'p quruvchilarni endi nima bo'ladi deb o'ylanishlariga va Rossiyadagi ko'plab quruvchilarni bozordan chiqib ketishiga sabab bo'lgan eskrov tizimi haqida bu videoda to'liqligicha aytib bermoqchiman. Assalomu alaykum, ismim Shahobiddin. 5 yillik tajribaga ega mutaxassis, quruvchilar uchun marketing va sotuv bo'limi podkulish xizmatlarini ko'rsatib keladigan tadbirkorman. Faoliyatimiz davomida 10 dan ortiq quruvchilar bilan ishlab, 130 ming kvadratdan oshiq turar va noturar joylarni sotuvini amalga oshirganmiz. Ushbu videoni hech qanaqa sotuvlarni amalga oshirish yoki sizga nimadir sotish uchun tayyorlamayapman. Shunchaki juda ko'p quruvchilar bilan gaplashganimda hali eskrov tizimi qanaqa bo'lishi haqida tushunchasi yo'qligini ko'rganligim sababli foydali bo'lish maqsadida ushbu videoni quruvchilarga foydasi tegish maqsadida tayyorladim. Ushbu videoni O'zbekistonda aniq eskrov tizimi qanaqa ishlashi, foizlar qanaqa bo'lishi, banklar bilan qanaqa kelishuvlar asosida bo'lishi haqidagi ma'lumotlarni to'liq topolmaganligim uchun Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va boshqa bir necha rivojlangan mamlakatlarda eskrov tizimi qanaqa joriy qilingan va u joriy qilingandan keyin nimalar bo'lganligini to'liq o'rganib, o'shalardan kelib chiqib ma'lumotlarni tayyorladim. Hozir videoda aytadigan ma'lumotlarim hamma tizim Rossiya, Turkiya va Qozog'istonda xuddi shunaqa bo'lgan bo'ladi. O'sha joylarni sistemasi, o'sha joylardagi eskrov tizimi haqida gapirib beraman va o'sha katta ehtimol bilan bizda ham shu eskrov tizimi kabi bo'ladi. Chunki eskrov tizimi dunyo bo'yicha xalqaro moliyaviy bitta tizim bo'ladi. U davlatlarda qonunlariga va banklar tizimiga qarab moslashadi, lekin asosi bitta tizimda bo'ladi. Xo'p, eskrov tizimi o'zi nima? Eskrov tizimi qachon joriy qilingan? O'zi barcha davlatlarda eskrov tizimi xalqqa juda ko'p uy olaman deb aldanib qolishi va quruvchilarning ichida moshenniklar ko'payib ketganligi sababli eskrov tizimi hamma davlatlarda joriy qilingan va bizda ham уже 2026-yil 1-yanvardan prezidentimiz qarori bo'yicha joriy qilinishi kerak. Xo'p, eskrov tizimi o'zi nima? Oldinlari mana quruvchi loyiha qilardi, loyiha uchun investitsiya kirgizardi, loyihani ruxsatnomalarini olib, loyihani boshlaydi va savdoni ochib, savdodan tushgan mablag'larga loyihani bir qismini qurardi. Eskrov tizimida qanaqa bo'ladi? Eskrov tizimida investitsiya kiritasiz, loyihangizni tayyorlaysiz, loyihani boshlaysiz. Faqat sotuvni ochganingizdan keyin pullar sizga emas, bankka tushadi va pul bankda turadi. Siz loyihani qachonki bitirib bo'lasiz, kadastrni chiqarasiz, o'z egalariga topshirasiz, undan keyingina bank sizga pullaringizni tushirib beradi. Xo'p, sizda tabiiy savol tug'iladi. Unda men u loyihani qaysi pullarga quraman degan. Sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi o'zingizni naqd pullaringizga qurish, ikkinchisi kreditga qurish. Bank sizga kredit ajratadi. Birinchisi naqd pulingizga qurish, bu hammaga tushunarli sistema, hech qanaqa riski yo'q. Savdoni ham ochib o'tirishingiz shart emas. O'zingiz naqd pulingizga qurasiz, bitirib bo'lgandan keyin naqd pulga sotasiz va u pulni ham eskrov shotga tushirib ham o'tirishingiz shart emas. Bittada o'zingizni hisob raqamingizga tushirib olasiz, chunki uylar bitgan bo'ladi o'zi. Ikkinchi yo'l kreditga qurish. Kreditga qurish qanaqa bo'ladi? Bank sizga kredit ajratadi loyihangizni boshlaganingizda va o'sha kreditga qurasiz. Eng asosiysi bank talabi bor. Rossiyada 20% dan 30% gacha loyihani qiymatida siz o'zingiz investitsiya kiritishingiz kerak. Ya'ni loyihangiz 10 million dollarlik loyiha bo'lsa, 2 milliondan 3 milliongacha bo'lgan minimum qiymatda siz shu loyiha uchun o'zingiz investitsiya kirgizishingiz kerak va qolgan pulni kredit asosiga qurishingiz kerak. Bank talabi shu. Bu обязательно shart degan narsa emas, bu talab, birlamchi talab. Bu nima talab? Bank sizga qachon o'zi kredit beradi va qancha kredit beradi? Istaganingizcha bankdan kredit ola olasizmi? Istagancha foizda kredit ola olasizmi degan savollar tug'ilsa, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bank loyihani risklilik darajasiga qarab foizni 5% dan 24% gacha belgilab, sizga kredit ajratadi va kredit summani ham loyihani risklilik darajasiga qarab ajratadi. Loyihani risklilik darajasini bank nima bilan o'lchaydi? Birinchi navbatda siz loyihaga qancha pul o'zingiz investitsiya kiritayotganingizga qarab, 20% dan 30% gacha kiritgan holatingizda bank loyihani riskini past deb hisoblaydi. Undan keyin ikkinchi navbatda savdoingizga qarab, ya'ni sizda agar savdo yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu joyga talab bor, kelajakda juda yaxshi sotiladi va loyihani riski kam deb belgilaydi. Undan keyingisi quruvchining reputatsiyasi. Oldin siz qanaqa loyihalar qurib topshirgansiz, o'z vaqtida bitirganmisiz, kredit tarixingiz tozami, shu narsalarga qarab turib, bank siz loyihangizni risklilik darajasini belgilaydi. Undan tashqari yana hujjatlar
risklar, boshqa bozor holatiga kabi mayda-mayda riskka o'lchaydigan holatlar ham bor. Asosiylari shular. Shularga qarab bank loyihani risklilik darajasini belgilaydi va risklilik darajasidan kelib chiqib sizga bank kredit foizini belgilaydi va kredit summasini belgilaydi. Ya'ni masalan siz aytaylik 10% loyihani qiymatida investitsiya kiritsangiz va savdoyingiz past bo'lsa, sizda kam uy sotilsa, bu degani bank sizni risk baland deb turib foizni ham, kredit foizini ham baland beradi va kredit summasini ham kamroq ajratadi. Endi kredit summasi nimaga qarab ajratilinadi? Siz xohlaganingizcha kredit ola olasizmi desa, yo'q, siz xohlaganingizcha kredit ola olmaysiz. Kredit summasi sizni sotilgan uylaringizni boshlang'ich to'lov, ya'ni bankka realniy to'lagan summasidan kelib chiqib bank kredit ajratadi. Sizni uylaringiz o'rtacha $50,000 dan siz 10 ta uy sotdingiz, $500,000 bo'ldi va $100,000 mijozli boshlang'ich to'lov to'ladi. O'sha $100,000 dan Rossiya holatida 75% dan 80% gacha bo'lgan qismini siz o'zingizga kredit qilib ola olasiz shu oyda. Ya'ni sizga $100,000 bu oy pul tushdi, hisob raqamingizga, bankdagi escrow hisob raqamingizga $100,000 pul tushdi. Siz $75,000 dan $80,000 gacha kredit bankdan ola olasiz, undan ortig'ini emas. Bank shuncha qismini sizga kredit qilib ajratadi. Agar sizda sotuvlar bo'lmasa, bank kredit ajratmasligi yoki foizdan baland qilib qo'yishi mumkin. Bu mumkin. Ya'ni agar siz bank bilan yaxshi kelishuv asosida ishlasangiz, bank sizga kreditlarni ajrataverishi ham mumkin. Xo'p, qanaqangi xatolar sizni escrow davrida kasodga uchrashingizga yokida bozordan chiqib ketishingizga sabab bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda savdoga e'tibor bermaslik. Nimaga? Chunki bank sizga ajratadigan kredit summasi, bank sizga beradigan kredit summasi bu savdoyingizni qanchalik yaxshiligiga qarab va sizga beradigan kredit foizi ham qanchalik savdoyingiz yaxshiligiga qarab past yokida baland bo'ladi. Shu sababli sizda kuchli marketing jamoa, kuchli sotuv jamoasi bo'lishi bu muhim yoki o'zingiz juda kuchli brend qurishingiz kerak va jamoani kuchli qilishingiz kerak. Agar o'zingiz bu narsani qilishga fokusingiz yetmasa, o'zingiz qila olmasangiz, shunaqa narsa qilib beradigan odamlarga topshirishingiz kerak. Escrow davrida ular sizga marketingingizni yaxshilab, sotuvlaringizni yaxshilab, yaxshi sotuv qilib, yaxshi pul tushirib beradi. Buni evaziga siz o'sha pullardan bankdan kamroq foizli kredit ola olasiz va loyihangizni olib borishingiz ham oson bo'ladi va foizingiz kam bo'lgani hisobiga sizda tannarxingiz ham arzon bo'ladi. Ya'ni hozir siz kredit oldingiz, kreditingizni foizga oldingiz, foizga olganingiz hisobiga loyihaning tannarxi o'zi qimmatlashadi. Agar siz loyihangiz riski kam bo'lsa, sizda tannarx arzonlashadi degani, bu tannarx arzonlashdi degani narx bo'yicha bozorda raqobat qila olasiz degani. Ya'ni narxingiz unaqa qimmat narx chiqib ketmaydi sizda. Xo'p, ikkinchi navbatda ko'p loyiha boshlamaslik. Siz o'ylashingiz mumkin, men ko'p loyiha boshlasam yaxshi-ku, bitta loyiham savdosi tushib ketsa, ikkinchi loyiham tortib ketadi yoki uchinchi loyiham tortib ketadi. Shunaqa bank ham bunga yaxshi e'tibor bersa kerak, chunki menda ko'p loyiha bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu xato, chunki bank biladi, sizda bitta loyiha agar muammo bo'lsa, ikkinchi, uchinchi loyihalaringizga ham ta'sir qilishini, shu uchun sizda qancha ko'p loyiha bo'lsa, bank shuncha riski baland deb belgilaydi. Escrow tizimi davrida hamma loyihani birdaniga olib ketish sizga qiyinchilik tug'diradi. Chunki 2-3 ta loyihaga 2-3 ta sotuv komanda kerak, 2-3 ta brend kerak, yoki bitta brend bo'lsa ham bitta loyihangiz yaxshi ketsa, ikkinchi, uchinchi loyihangiz to'xtab qolishi mumkin. Ikkinchi, uchinchi loyihangiz to'xtab qoldi degani, u uchun siz uni qurilishi uchun siz mablag' torta olmaysiz. Shuni hisobiga qiynalib qolishingiz mumkin. Shu uchun escrow davrida bitta loyiha qilib, uni oxirigacha yetkazib topshirib, keyin ikkinchi loyiha, keyin uchinchi loyiha sizni o'zingizni mablag'ingiz, ya'ni o'zingizni kapitalingizga qarab turib, loyihalarning sonini ham rejalashtirganingiz yaxshi bo'ladi sizga. Xo'p, undan keyin kapitalsiz ish boshlash bu katta risk bo'ladi escrow davrida. Ya'ni juda ko'p Rossiyadagi quruvchilar shu sababli, ya'ni kapitalsiz qurilishini boshlab qo'yib, xuddi escrowdan oldin, ya'ni bizda hozir aksariyat quruvchilar bor, kapitalsiz ishini boshlaydi. Ya'ni ruxsatnoma chiqaradi, yeri sotib oladi, даже yeri pulini ham рассрочкаga oladi, bo'lib beraman deb oladida, loyihani boshlaydi, savdodan yopib yuboraman deydi. Xuddi shunaqa tartibda ishlaydi. Escrow davrida agar shunaqa ishlansa, bu juda katta risk bo'ladi va kasodga uchrash ehtimoli ko'p bo'ladi. Rossiyada ko'p quruvchilar shunaqa qilib bozordan chiqib ketgan. Nima uchun degan savol tug'iladi. Sababi kapitalsiz siz ish boshlasangiz, bank sizni loyihangiz riski baland deydida, sizga foizlarni baland qilib qo'yadi va kredit summasini ham kamaytirib qo'yadi.
loyihaga kredit foizi baland berilgandan keyin sizni tannarxingiz baland chiqadi va siz bozorda narx bo'yicha raqobatlashishingiz birmuncha qiyin bo'lib qoladi. Qiyin bo'lib qolganini hisobiga savdolaringizga u ta'sir qilishi mumkin yoki u ta'sir qilmaganda ham nimadir sabab bo'lib sizni savdolaringiz tushib ketishi yoki savdoyingiz to'xtab qolishi mumkin. Savdoyingiz to'xtab qolsa, bank sizga kredit berishni ham to'xtatib qo'yishi mumkin. Kredit berishni ham to'xtatib qo'ysa, sizda na kredit bor, na o'zingizdagi kapital bor. Hech qaysini qila olmaysiz. Loyihangiz to'xtab qoladi. Loyihangiz to'xtab qoldi degani, bank sizdan u loyihani olib qo'yadi va sizni jarimaga tortadi va siz loyihangizni boshqa quruvchiga beradi bitirib berish uchun yokida o'sha loyihani bank o'zi oxiriga yetkazib bitirib qurib beradi. Shu uchun iloji boricha boshida qanchadir kapital bilan loyihani boshlashlik yaxshi bo'ladi. Xo'p, undan keyingi quruvchilar tomonidan to'p qilinadigan xato bu bosh to'lovsiz yoki bosh to'lovni kam qilgan holatda uy sotishlik. Bu ham sizni juda katta oxiri yo'q yoki tupik yo'lga olib kirib qo'yishi mumkin. Sababini keltirib o'taman. Bosh to'lovsiz siz uy sotdingiz degani, ya'ni boyagi misolimizga qaytsak, $50,000 dan 10 ta uy sotdingiz, sizga $500,000 uylaringizni umumiy qiymati bo'ldi va siz boshlang'ich to'lovsiz uy sotganingiz hisobiga aytaylik, har bitta uyingiz o'rtacha sizga $1000 dan boshlang'ich to'lovsiz oyiga pul to'laydigan chiqdi va $1000 dan sizga pul to'layapti, 10 ta uy $10,000. Bori yana $2000 dan chiqqanda ham $20,000 10 ta uy sizga pul to'ladi. Bank bunga qaraydi, $500,000 qiymatdagi uylar sotildi, tushgan pul bo'lsa, real tushgan pul $20,000. Birinchidan sizga ajratiladigan kredit summasi juda kam bo'ladi, foizi juda baland bo'ladi va u summaga siz qurilish qilishingiz juda qiyin bo'lib qoladi. Bu qiynalib qolganingiz evaziga loyihangiz kechikadi. Loyihangiz kechikkani uchun bank sizni loyihangizni yana ham riski baland foizlarni ko'taradi yokida kredit berishni to'xtatib qo'yadi. Sizda bu sababli qurilishingiz to'xtaydi. Qurilishingiz to'xtaganligi uchun savdolaringizga ta'sir qiladi. Mana biz ishlaganimiz davomida loyihalarimiz bilan ishlaymiz. Bironta ham uyni boshlang'ich to'lovsiz sotmaymiz. Biz faqat boshlang'ich to'lov bilan sotamiz. Har xil tumanlarda, viloyatlarda ishlaganmiz. Hammasini boshlang'ich to'lov bilan sotganmiz. Va o'sha loyihalarimizda ishlash davomida agar bizda qurilish to'xtasa, ya'ni quruvchi qurilishda nimadir muammo bo'lib qurilishi sekinlashsa, bu to'g'ridan to'g'ri savdoga ta'sir qiladi va savdo tushib ketadi. Agar qurilish yaxshi ketadigan bo'lsa, savdo ham bizda yaxshi ketadi. Shu uchun escrow davrida ham agar siz mablag' yetishmasligi orqali qurilishingiz to'xtab qoladigan bo'lsa, bank siz loyihangiz riski baland deb o'ylab kreditda to'xtatadi. Mijozni ham o'sha qurilish to'xtagandan keyin sotib olishni to'xtatadi. Undan keyin siz bosh berk ko'chaga kirib qolish ehtimoliniz ko'proq bo'ladi. Xo'p, endi bunaqa holatlarga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda agar siz loyihangiz kichkina bo'ladigan bo'lsa yoki o'zingizni kapitalingiz boshida bo'lmaydigan bo'lsa, kattaroq quruvchi bilan kelishuv qilib, shu kattaroq quruvchi bilan sheriklikda ishlash. Bu qanaqa bo'ladi? Hozir katta-katta qurilish kompaniyalar yeri bor quruvchilarga, men eshitganim, quruvchilar bilan gaplashganda, yeri bor quruvchilarga taklif beryapti. Ya'ni yeringni ber, men o'zim quraman, men o'zim sotaman, senga o'shani yeringdagi, ya'ni tushgan o'sha kvadraturani 10,000 kvadratli loyiha bo'lsa, o'shani 2,000 kvadratini senga beraman. 2,000 yoki 3,000 kvadrat bu kelishilmishi joyiga qarab 2,000 kvadrat yoki 3,000 kvadratini senga beraman. Qolgan 7,000, 8,000 kvadrat men o'zimda qoladi. Qurilishni ham o'zim qilaman, savdoni ham o'zim qilaman, hech nimaga aralashmaysan deb turib katta-katta quruvchilar taklif berib hozir ishlayapti. Mana shunaqa quruvchilar bilan kelishuv qilib ishlansa bo'ladi escrow davrida. Ya'ni siz 2,000, 3,000 kvadrat shunaqa qilib agar yeringiz bo'lsa, o'zingizga ishlab, bu riski juda past degani, riski juda past. Shunaqa 2,000, 3,000 kvadratdan siz o'zingizga boshlang'ich kapital ishlab olasiz. Kapitalingiz bo'lgandan keyin keyingi loyihalarni o'sha kapital bilan o'zingiz boshlashingiz mumkin bo'ladi. Agar o'zingizda boshlang'ich kapital bo'lsa, bemalol yangi loyihani qilib boshlashingiz bo'ladi. Xo'p, undan keyin bu aytib o'tgandek ko'p loyihani birdaniga boshlamaslik, bu siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa emas. Undan keyin bosh to'lovni oshirish, iltimos bosh to'lovsiz uy sotmanglar quruvchilar. Endi bu gapim xuddi nima bir noto'g'ri narsadek ko'rinib qolishi mumkin, lekin bizda o'zi ko'p quruvchilar bilan ishlay olmaymiz. Sanoqli quruvchi bilan ishlaymiz, fizически ulgurmaganimiz uchun, lekin o'sha quruvchilarda ham bosh to'lovsiz uy sotmaymiz. Quruvchiga kerak bo'lgan summani oyma-oy yig'ib beramiz. Imkoningiz bo'lsa, endi bilaman bozor shuni talab qilishi mumkin. Sizni konkurentingiz bosh to'lovsiz sotib turgan bo'lishi mumkin. Bozor shunaqa holatga tushib qolgan bo'lishi mumkin, lekin harakat qiling maksimal bosh to'lov bilan uy sotishni. Chunki bosh to'lovsiz uy sotish nafaqat escrow davrida, balkim hozirgi davrda ham sizga juda ko'p muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki bosh to'lovsiz sotgan auditoriyangiz bu boshqa auditoriya. Sizga oylik to'lovlar ham to'la olmaydigan auditoriya bo'lish ehtimoli juda katta. Ya'ni siz boshlang'ich to'lovsiz uy sotyapsiz, ertaga u 2-3 oy to'laydi, keyin o'sha oylik to'lovga ham to'la olmay qoladi. Ham uyni band qilib ushlab turadi, ham
sizga oylik to'lovlarni to'la olmaydi. Buni oqibatida siz qurilishingizga ta'sir qiladi. Qurilishingizga ta'sir qildi degani, keyingi oylik to'lovlarni yaxshi to'lab kelayotgan mijozlar ham sizga oylik to'lovlarni to'lashni to'xtatib qo'yishi mumkin degani. Ya'ni bosh to'lovsiz auditoriya bu to'lov qobiliyati past bo'lgan auditoriya. Auditoriyani to'g'ri tanlashga e'tibor beringlar iltimos. Shu uchun ozgina bo'lsa ham boshlang'ich to'lov olib, savdoni ochganinglar yaxshi. Boshlang'ich to'lov bilan sotilsa, siz o'zingizga ham yaxshi, o'sha summaga qurilishingizni ham qilasiz va u boshlang'ich to'lov to'lab olgan odam, uy olgan odam oylik to'lovlarni to'lashga ham ertaga qiynalmaydigan odam bo'ladi. Bunga boshlang'ich to'lovsiz uy olgan odamga nisbatan. Bilaman, endi bozor o'sha joyda, siz qurayotgan joyda boshlang'ich to'lov sizga moslashib qolgan bo'lishi mumkin yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Lekin maksimalni harakat qiling boshlang'ich to'lov bilan uy sotishga. Buni o'ziga yarasha texnikalari, o'ziga yarasha yo'llari bor. Bizni Samarqand viloyati Urgut tumanida sotganimizda bizani yonimizda bitta juda katta qurilish kompaniya Samarqanddagi bosh to'lovsiz 60 oygacha rassrochkaga uy sotayotgan paytda ham biza boshlang'ich to'lov 10-15% mijozlardan pul olib, ya'ni minimum 60 million so'm pul olib, qolganini 36 oygacha rassrochkaga berib, oyiga yaxshiroq summa tortib, qurilishni yaxshiroq olib borishga erishganmiz, muvaffaq bo'lganmiz. Uni o'ziga yarasha texnikalari bor. Mabodoga bu bo'yicha ham agar maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar tushuntirib beraman. Hech qanaqa to'lovsiz, hech qanaqa ortiqcha narsalarsiz, chista sizga foydali bo'lishi uchun maqsadim quruvchilarni foydali, ya'ni quruvchilar foydali ish qilib, obyektlarini vaqtida bitirib, odamlarni aldab qolish holatiga tushmasdan odamlarga sifatli uylarni qurib yetkazib berishi chista sizga foyda bo'lishi uchun men ushbu kontentni qilyapman. Bundan keyin ham YouTube'da, Instagram'da shunaqa kontentlarni olib bormoqchiman. Xo'p, undan keyin yana bitta narsa, siz o'ylashingiz mumkin, hozir escrow tizimiga qaytamiz. Escrow tizimida aytib o'tgan narsalar ham u chet elda, Rossiyada yoki Qozog'istonda bizda unaqa narsa bo'lmaydi, bizda yengilroq bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin. Bu xato, chunki Rossiyada ham xuddi shunaqa o'ylagan quruvchilar, lekin Rossiya escrow tizimini o'ziga qattiqroq, ya'ni usloviyalarini, shartlarini yana ham quruvchilarga nisbatan qattiqroq qilib o'ziga kirgizgan, chunki aldamlar ko'payib ketganligi uchun. Bizda ham xuddi shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Balkim bo'lmas, lekin biz qiyinrog'iga, ya'ni qiyinroq vaziyatga tayyor turadigan bo'lsak, o'shanga tayyorlanib turadigan bo'lsak, osonroq vaziyat kirib kelsa bizaga, biz u joyda qiynalmaymiz. Agar qiyinroq vaziyat kirib kelib qoladigan bo'lsa, uni ham yengib ketishimiz oson bo'ladi. Lekin bizda oson bo'ladi, unaqa bo'lmaydi degan narsalar bilan kutilmalar qilib kutadigan bo'lsak, agar qiyin bo'lib qoladigan bo'lsa, escrow tizimi biz ancha qiynalib qolishimiz mumkin. Yana bitta e'tiborli joyi, escrow tizimi odatda men aytib o'tgan davlatlarimda ham va O'zbekistonda ham yangi chiqadigan loyihalar uchun qo'llanilishi kutilmoqda. Ya'ni 2026-yil 1-yanvardan qo'llanilish boshlansa escrow tizimi, shu 1-yanvardan keyin boshlanadigan loyihalar uchun escrow tizimi amal qilishi mumkin. Xo'p, batafsil aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalar shu edi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Yana nima bo'yicha, yana nimalar bo'yicha sizlarga manfaatli videolar chiqarishim mumkin yoki sizda nima muammolar bo'lyapti, shu muammolarga qanaqa yechim berishim mumkinligini agar sizda savollar bo'lsa bersangiz, men o'sha muammolarga yechimlarni video orqali yana tayyorlab sizlarga berib o'taman. YouTube'imizga va Instagram'imizga obuna bo'ling. Yana ham foydali videolarni inshaalloh chiqarib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.